yaxshi bola bo'lgan. Janob Fang, ishonchli qo'llardasiz. Bugun kechga o'zim ovqat qilaman. Rostdanmi? Men esa idishlarni yuvaman. Yaxshi. Qani, oldik. Bo'ldi. Ovqatlardan yeb ko'ring-chi. Sizga yoqarmikan? Yaxshi chiqmabdimi? Juda mazali. Professional oshpazlar tayyorlagandek. Oshirib yubordingiz. Rostdan ham mazalimi? Unga rostdan ham pishirgan ovqatim yoqibdi. Bundan bu yog'iga faqat sen tayyorlagan taomdan yemoqchiman. O'lgunimcha cho'chitmoqchimisiz? Buni xohlamayman. Albatta, albatta. Men buni xohlayman. Endi tezroq ovqatingizni yeyishingiz kerak. Nega menga unday tikilib qoldingiz? Yuzimda nimadir bormikan? Yo'q, hammasi joyida. Unda nimadir qilamizmi? Qilishimiz kerak bo'lgan ishni qilmaymizmi? Yo'q. Men bunga hali tayyor emasman. Hoy, nimani o'ylayapsan? Yaxshiyam ahmoqona harakatlar qilmadim. Nima qilishimizni xohlaysan? Men ham bilmayman. Arg'imchoqda uchkim kelyapti, lekin bu unga yoqarmikan? U istirohat bog'ini yaxshi ko'rar ekan. Albatta, uning uchun shu osonroq. Istirohat bog'iga boramizmi? Yaxshi. Siz menga sevgi izhor qilyapsizmi? Buni oshirib yubordingiz. Bo'lishi mumkin emas. Rostdan ham menga sevgi izhor qildimi? Men hozir buni qabul qilishim kerakmi yoki yo'qmi? Mayli, agar xohlasangiz, uni tashlab yuboraman. Nega bermoqchi bo'lgan narsangizni yana qaytarib olyapsiz? Romantik bo'lmasa ham mayli. Hech bo'lmasa birga ovqatlanadigan odam bo'ladi-ku. Yaxshi. Nega o'zimni boshqara olmayman? Vulbonlarga kam qizlar yoqadi. Qo'ymasam bo'lmasmikan? Bir narsalarni his qilyapman. Uni ko'zlari quvnab turibdi. Ochimdan o'lyapman. Uyga borib ovqat tayyorlaylik. Men oziq-ovqat sotib olishni unutibman. Kutib turing, tez borib kelaman. Hoy, nega yig'lab o'tiribsan? Sotib olgan tuxumlarimni hammasini sindirib qo'ydim. Hechqisi yo'q. Yig'lamasang-chi. Onam meni tashlab ketgan. Hatto shu tuxumlar ham meni tashlab ketdi. Juda xafaman. Dunyodagi eng omadsiz odam men bo'lsam kerak. Xafa bo'lmasang-chi. Bu safar omading keladi. Mana. Qani ola qol. Bu birinchi mukofot. Bir xil raqam chiqmasligi kerak. Tanladingmi? Birinchi mukofot. Bu ajoyib bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Birinchi mukofot.
Ushla. Bu sening yutug'ing. Jo'yat. Katta rahmat. U tabassum qilyapti. Bunga men sababchiman. Juda shirin. Hoy, ehtiyot bo'l. Xo'sh, qalay bo'ldi? Senga yoqdimi? Bugungi kun juda ham bolalarcha bo'ldi. Nima, yoqmadimi? Juda qiziqarli bo'ldi. Keyingi safar yana kelamiz. Bular haqida o'ylashni o'zi ham juda maroqli. Afsus, ertaga otlarga uchishga olib kelmoqchi edim. Agar yoqmayotgan bo'lsa, unutamiz. Yo'q. Aytmoqchimanki, men siz bilan yana o'ynashim mumkin. Unda ertaga yana uchishga olib kelaman. Xinyu, Voy, sen kimsan? Akam, Uka? Meni qayni ukammi? Ukasi bo'lsang ham qo'lini qattiq ushlamasliging kerak. bu yerda nima qilyapsiz? Hali onamning vafotiga hech qancha bo'lmadi-ku. unday emas. Qanchalik azob chekayotganimni bilmaysiz-ku. Lekin har doim ham yig'lab yura olmayman-ku. Menga ko'p gapirmang. Onam qanday vafot etganini bilasizmi o'zi? Gapirmang. Bo'ldi, gapirmang. Uni siz o'ldirgansiz. Yo'q. 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 Uni siz o'ldirgansiz. Yo'q. Bunday emas. Hammasiga men aybdorman. Men. Allo, oyi, yaqinda konsert boshlanadi. Hali kelmadingiz? Qizim, tez orada yetib boraman. Biroz kut. Xo'p. Voy, to'xtang. Oldindagi tepalikda ko'chki bor. Yomg'ir ko'pligi sabab ko'chkilar faollashgan. Ortingizga qayting. Hech qisi yo'q. Shenyu, oldinga hayda. Xinyu, yaxshimisan? Hoy, u senga opa bo'ladi. Qanaqa opa? O'z onasini o'ldirgan opamnimi? Bilib qo'y, men seni bu dunyoda hech qachon kechirmayman. Onam jannatda bo'lsa ham seni yomon ko'raman. Sen uni hech qachon yaxshi ko'rmagansan, faqat o'zingni o'ylagansan. Gapirmay tura olasanmi o'zi? Oyingning o'limi baxtsiz hodisa edi. Opangning aloqasi yo'q. Bo'ldi. Gapirmang. Ketdik. Uyga boramiz. Bu qilig'ing bilan onamning nomiga dog' tushiryapsan. O'rningda bo'lganimda munosibroqni tanlagan bo'lardim.